Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli parvoz aka-ukalar. Sohildan kuzatib aka-ukalarimiz. Bugun yana Qo'rg'ontepa parranda bozoriga tashrif buyurdik. Biraklar so'rayapti Qo'rg'ontepa qayerda deb. Qo'rg'ontepa Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani o'zi. Qo'rg'ontepa tumanida o'zida mana. Parranda bozori aka-ukalar. Hozir mana shu yerda mana bugun yana keldik. Chiroyli video obzor qilishga harakat qilamiz. Sizlar bo'lsa video obzorimizni qadrlagan, mehnatimizni qadrlagan holda videomizga bitta like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Qayerda kamchilik bo'layotganlarini aytib o'tasizlar aka-ukalar. Endi bo'lsa biz boshladik. 1 million. 1 million kam bor ekan cho'chamiz. Qaysi oyda chiqqan aka? Dekabrda chiqqan. Qancha berishdi bozor? Ya, endi keldik. Endi keldik. Aka-ukalar. Necha kilo bor aka? Necha kilo? Nes qancha bor? 1,5 kilo bor aka. Ayting nomeringizni. 261 61 11 93lik. 93lik 261 61 11. 61 11. Aloqaga chiqarasizlar. Uyda bor ekan akamiz. Mana aka-ukalar. Aprel jo'jasiga mana 800 ming kam bor deyapti akamiz. Necha qildi aka bozor? Hali qilmadi. Uyda bor bo'lsa nomer aytib ketamiz. 88lik 202 77 20 ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Uyda yana bor ekan akamiz. Go'zal holatda. 700 kam bor deyapti akamiz. Belarusga. Mayda chiqqan cho'cha deyapti. Qizlar bor ekan. Kattachiga o'xshayapti. Bir ko'z ekan-a, bir ko'z. Bir ko'z ekan cho'chamiz. Mana aka-ukalar. O'razi nech pul deyapsiz, to'g'ri o'razi? 1,5 million. O'razi 1,5 million ekan. Makonchi? 500 million. Makon 500 ming ekan. O'razi qaysi oyda chiqqan, to'g'ri? Iyunda boshi. Iyunda boshida chiqqan. Cho'cha. Qaysi kanalda deysiz? Qayumjonimiz degan kanalda chiqadi, to'g'ri? Bo'ldi. Ko'raverasiz chetda. Ukalar. Bu makon hamtanasimi yo boshqa? Yo'q, boshqa. Boshqa ekan. Tiniq narsa ekan makon. Narxini qancha deyapsiz, to'g'ri? 800. Necha beryapsiz aka? 500 beryapti. 500 beryapti ekan. Qaysi oyda chiqqan ekan? Qaysi oyda chiqqan ekan, to'g'ri? Fevralda. Yoshga to'lib qolibdi-da, pastda ichi qoldi. Uyda ham tog'a uyda. Mana. Mana aka-ukalar oqayoqqa qiziqqanlarga mana. Cho'ja ekan, yo'q. 700 kam bor deyapti. Mana. Nocha narsa ekan. Kichkina cho'ja ekan lekin. Rostdan sizga borga aylanib kelaman dedi, borsang bo'laman. Bo'ldi. Mana aka-ukalar qora. 2 to'la ekan. 2 million kam bor. Necha qilishyapti? 700 ming qilishyapti ekan mana. Qop-qora narsa ekan. O'ta tiniq narsa ekan. Ganoy. Ha, Ganoy ekan. So'q. Uyda ko'pasmi tog'a uyda? Ha, uyda ko'pasmi nomer qo'yib qo'yadi. Qancha deyapsiz aka? 1 million deyapti, keyin kam bor ekan mana. Pul berishdimi? Bozor berdimi? Yo'q. Bermadim. Mana aka-ukalar 2 million cho'ja deyapti. 3 to'y tug'ib bor ekanmish. Pul ekan. Qiziqarli. Mana aka-ukalar 800 ming deyapti ekan. Cho'ja ekan-a? Qaysi oyda chiqqan? Mayda oxirida. Uyda ko'pasmi tog'a uyda? Ko'pasa nomer qo'yib qo'yardik. Zo'radan ekan, mana. Nech puldan deyapsiz aka qo'razi? Qo'razi 600, makonichi? Makoni 300 aka. Siqalagan mana. Qo'razi tulay ekan mana. Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz? Hayvonlarga yem olamiz. Qo'razi nech pul deyapsiz? 1 million.
1 million makiyonichi? Makiyonichi. Makiyon 300. Assalomu alaykum. Aka, nech pul deyapsiz makiyon? Kul makiyon. 250 ming. 250 mingga kul makiyon aka. Otasi Brazil, onasi. Otasi Braziliya, onasi nima? Ozod. Ozod turk aka. Uyda ko'p pasmi taqa uyda? Bormi? Bor endi. Bor bo'lsa nomer aytib qo'yaylik, nomer. Ular sotilmaydi. Sotilmaydimi? Assalomu alaykum taqa, nech pul deyapsiz? 550 ming. 550 ming deyapsiz. Tunaqsini ketdi-da, tundami? Mana akalar 500 ming deyapti ekan cho'jak. Yosh cho'jak ekan. Qanchadan deyapsiz? Assalomu alaykum. Qanchadan deyapsiz makiyonlar? 500 dan 500. Makiyonlar 5 xo'raschi. Xo'raz nech pul deyapsiz? 600. Makiyonlar. Makiyonlar go'zal makiyonlar ekanmi? Qancha deyapsiz aka makiyon? Xo'razni. O'tgan safardan rasm olib jo'natib yubordim. Ola, sotilib ketamiz. Mana akalar 500 ming deyapti ekan ko'kda. Makiyoni-chi tog'a makiyon? 2500. 2500. Arzon qilib sotadi. Arzon narxda ekan. Uyda bormi yana? Yo'q, mashq qilgan. Mashq qilganmi? Mana akalar 1 million kam bor deyapti. Mayda cho'jasi ekanman. Tinag'anasi. Uyda ko'p pasmi aka uyda? Yo'q, qolmadi. Mana shu oxirgisi. Qolmabdi mana shu ekan. Xo'p. Mana aka ukalar 300 ming ekan cho'jak ekan, yosh cho'jak. Kecha 3 marta radarga chiqdi. Bir kunda. Rozi bo'lyapti-da endi bular yosh ketaveryapti. 1 million kam bor deyapti. 600 bor, 5 kilo. May cho'jasi ekan. Sizlar qancha beryapsizlar? Ko'ryapmiz. 13 ming turadi, 14 mingda sat chiqib ketdi, 95 bezni qo'yib Katta narsa ekan. Mana yo'la bo'ladi. 1 million kam bor deyapti. Otadek aytaylik, turadi. Turib ekan. Makiyonchi? Aka makiyon nech pul makiyon? 400 ming. Qo'lingizdagi-chi, qo'lingizdagi? Bu ham 400 ming ekan. Ayting narxi. Narxini 500. 500 ming deyapsiz. Tulay yana tulay. Ha, Tulay. To'g'ri yaxshi-ku, bozor gavjum juda. Pullar beraverasiz-ki 500 ming kam bor. 500 ming kam bor deyapti, yaxshi tulay. Qancha deskan? Bu oy esimda yo'q, to'g'ri. Bir 40 ming ekan. Ha, kecha uni ham izlovdik. Uni o'zim bilasiz kelib qoldi. Bir 40 qilgan ekan. Xo'roz 500 ming kam bor-da, makiyon ham shunaqa 500 ming kam bor ekan. Mana ukalar ikkosini 1 million deyapti. Aka ukalar bo'lsa videomizni shu yerda yakunlaymiz. Sizlar bo'lsa qilgan mehnatimizni qadrlagan holda videomizga bitta like bosib, izohlarsiz fikringizni qoldiring. Eng asosiysi aka ukalar obuna bo'lishni unutmang. Shu videoga yana bitta kanalimni ulab qo'yapman. O'sha kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Kanalimizni ham kichik ko'tarib olsak, obunalar ko'payib qolsa, keyin bunga boshqacharoq video qilishga harakat qilamiz aka ukalar. Sizlar bo'lsa bizni podishga tursanglar bo'ldi aka ukalar. Ko'rishguncha aytlar, o'zingizlar dasturlar sog' salomat bo'lishni unutmanglar aka ukalar.